Sanırım planın bazı qancha? Yana maziki qil. Mavut o'zimizning to'qqiz asirkisi, sen Menimcha men astirkisi chiroyli ekan, shu bo'lsin. Oldu qila 899 so'mga bir tal eski chazni olamsa, olmaymiz oldu menga. Olaman. Keslang bormi seni? Keslim bor. Bir soat qilib beraman sana. Hey. Ma ön tutqil bulamda bo'lmamda, ha? Nim bo'ldi? Siz yiliga necha ming qo'yliq tamak cheksangiz gap yo'q. Men sizga tekkanning yo'g'i bir qo'rqma 100 qo'y pulni achqib xajlab baxmabdiman. Endi ko'zim tushgan chazni olib qo'ysam, mushuna gap qilamsiz? Men mushu uyni, xotin balalarimni deb kechik kunduz tala jafo tortib ishlayman. Hep bir shikdal tamak chekib qo'ysam nim bo'pti, ha? Ma uy qarab baqa. Barliq narsalarni hammasini men pul deb olgan bo'g'aydim shu. Sen-chu, din topmay turib taqa uxlaydigan pul xajlaysa. Hey, ma xo'sh qo'limning orasida sangish batxash xotinimni topqili bo'lamda, ha? Ha. Menimcha men uylarga faqat to'kbam yo'q. Men tamaq atmasam, tamoqlari o'zligidan pishib dasturxonga chiqib kelyapti. Kirqatlarini yupamisam, o'zligidan pokizlanib uchilarga dazmollanib chiqib kelyapti. Ikki qizlarim-chu tug'ilib o'zi lo'ngmidi cho'ng'ilab qoldi, men faqat beqib baxmadim. 6 yilning oyog'i divan bo'lib qolgan onalarimi o'zi tamoq yeydi, o'zi tamoq etadi, o'zi kirqatini yeydi, o'zi doktorxonaga bordi, o'z dorilarini ichibdi. Men hech ish qilib baxmadim. Sizlar teppaganni sunaylanib, yetib tayyani yeb sizlar bilan 20 yilning oyog'i men o'yin tutyaptiman. Hey. Ya mushunchalik kichik ushaq-ushaq ishlar qanchalik vaqt ketmoqdi, ha? Qani xotinlar qarab baqqana. Uyning kichik cho'ng hammasidan o'tisidan chiqib, yani uyning ishlarini joy-joyida qilib, sirtga chiqib pul topa oladi. Sen-chu? Unda bo'lsa, xapılmay mushu ushaq, arzimas, tilga og'chiligi yo'q ishlarni buning oyog'i o'zlari qilyapsizlar. Ya men qilsam kim sir chiqib pul topadi? Qiziq qilqinam ava. Uning bilan mening imkonim. Necha vaqtning oyog'i o'lmaydigandek yashab ketibdiman. Yey, nima saranda gap qilsa? Opa! Hoy! Azın acha, tamoq yemas. Aqla. Ha. Bil! Nima qilyapsan? O'xshamabdi. Jiq yaqinma bo'ldi. Men aytgan tamoq mavo. Yegina. Yemayman. Yeysa. Yemayman. Azın acha. Man ye. Yo'q. Ay, saranglik qimmiqni yapapman. Men seni o'g'lim qo'ymoqda. Men aytgan tamoq mavo. Shunday yaxshi o'xshagan. O'zing ye. Aka. Nimada qilsa deyman? Ay. Mana yimsa. 这时候再吃药，还能不能控制住疾病的进展和扩散？这是很多肝癌。kuyib suyda yiqilyapman. Chechimni supurgan qo'limni ko'say qilib xizmatlarda bo'lyapman. Kichikning ishini tugatsam cho'ngga qarab turgan. Apamning ishini tugatsam siz onasam qini, monasamni topmamsa, tomog'im pishmadimi, kirqitimni jumamsa da'vatgan. Men sizga deb qo'yay, to'la meni haqning xotinlari bilan selishtirmang. Menmichu anchaq opamga o'zim qarayman, ikki bolani o'zim boqaman demagan bo'lsam, xizmatimdan iste'fo bermaydim. Siz topgan pulni menmi topa olaydim? Kashkichi pullam deysiz. Faqat chidamayotgan bo'lsangiz, xitimni bering.
Sağlam bana en çok bilezikle en çok zincir gerekti. Hadi, salqandığınız bolsucu, ağ sol sarayga kirib salqanda. Hadi, tanlana. Sizniki titib baqaychu. Yanıla mening payizga. Titib beqman. Tatlıqmika? Tatlı. Ha, ras Muxtarka. Kelar oydagi damlashdan qoldingmi? Ha, bo'ldi, chata yo'q. Xotirjam bo'ling. Ish qilib siz bak yaxshijimi Muxtarka? Halima acab siz bilan to'y qilib shunday rahat yashab o'tibdi. Yo mendek pul emas. Uning ustiga mening ko'yindigan odamim yo'q. Undaq emasdi. Xizmatdashinglar Gulshandan olsam, uning eri tamak chigadigan pullarini tiqib shig'ib shirib sizning tamoq kartongizga pul qachlab berdi ekan-ku. Yana yilqi mashina remont qildigan yengagana shu balimi ayol ikkinchi bo'lsa eg'irayotgan bo'lmasa ayolim bilan ajrashaman deb g'alva qilib sizning melab balangizni beqib shiribdi-ku. Siz nima deyapsiz acha? Bu faqat men sho'rpeshanligimdan xizmatdoshlarimning hammasi menga yordam beryotgan ish. Men qandaqmi sizga o'xshay? Mening ya sizdek pulni topsam akirib 10 minglab oltin beradigan erim bo'lmasa, Muxtarkam qo'z sirtib chiqsa o'z bir atal qimmatroq tamoq kelib chiqishqimi qo'sqog'riydi. Lekin sizga kelganda xil mardkajimi? Ma oltinni nereden keldi ya? Aldım. Sizning pulingizga. Ma erkish degancha qarang, xotinni ap qo'yib boshidan chiqolmay qolsa, o'zining bilimsizligi u. Ben aşiretim abla. Hay! Halime! Halime! Tata, papamu.